Men Matchon va Nasiba Hurmadovna O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Xorazm viloyati boshqarmasi tasarrufidagi Xiva shahar 121-sonli Nurli maskan maktab-internatining boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 20 yillik pedagogik ish faoliyatiga egaman. Ona tili va chet tillaridan milliy sertifikatlar sohibasi, mental arifmetikadan ustoz trenerman. Bizning maktab-internatimiz ko'zi ojiz bolalarni ta'lim-tarbiya olishlari uchun ixtisoslashtirilgan maskandir. Maktabimizda davlatimiz tomonidan o'quvchilarni ta'lim olishlari, dam olishlari, bepul ovqatlanishlari, madaniy hordiq chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Maktab-internati o'quvchilarimizni yutuqlari juda ko'p. Jumladan 2025-2026 o'quv yilida maktab-internatimizning 11-sinfini 13 nafar o'quvchi tugatgan bo'lsa, shulardan 9 nafari oliy o'quv yurtlarining talabasi bo'lish baxtiga musharraf bo'ldilar. Maktab-internatimizda to'quvchilik, tikuvchilik, pazandachilik, mental arifmetika, yengil atletika, shaxmat shashka va turli xil fan to'garaklari o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Bizning maktab-internatimizda har bitta darslar o'quvchilar uchun oson, tushunarli bo'lishi uchun tarqatma materiallar, ko'rgazmali qurollar asosida tashkil qilinadi. Chunki bu ko'rgazmali qurollar orqali o'quvchilar shu predmet haqida o'zi tasavvur hosil bo'ladi va darsni tez va oson shaklda o'zlashtirib, o'rganib oladilar. Har bitta darsimizda o'quvchilar bilan individual va differensial tartibda ish olib boriladi.